Assalomu alaykum hammaga. Mana buni qaranglar. Bu olinganmikan, sotilganmikan xabarimiz yo'q. Bu yerda turishdi. Xudo xolasa syomkalarni boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Nasib bo'lsa, bugungi syomkani yana boshlaymiz. Bugungi sanamiz adashmaydigan bo'lsam 26. Endi o'tgan hafta 19 bo'lganmiz, shunaqa bo'ladi-ku, menimcha. Ha, 26 akalar. 26-iyul 2026-yil kuni xudo xolasa syomkani boshladik. Jizzax Osiyo sho'ro bozori. Yakshanba, seshanba kuni bo'ladi. Seshanba kuni mutlaqo bepul kelarasizlar. Mana bu tarafda ham o'zi uxlab qolganlar kelyapti. Hali bundan ham kechikib keladiganlar chiqadi baribir. Xo'p, ertalabki soat shu 5 dan o'zi menimcha 4:30 dan kelarasizlar behijolat. Mabodo lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegramdan shunchaki lokatsiya deb yozing bo'ldi. Sizga xudo xolasa lokatsiyasini tashlab beramiz nasib bo'lsa. Boshlaymiz. Tezlashtirishga harakat qilamiz iloji boricha. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bardamisiz? Tinchmisiz? Odam qanday aka? Assalomu alaykum. Odam syomga ketyapti. Odam? Ha. Endi kelyapti. Odamlar tushundim. O'tgan bozorlik yaxshi bo'ldi. Baxtiyor aka. Hech bo'l. Endi chamalaring bor-ku. O'zingiz chamangiz bor-ku. Shuning uchun ana bozorchilar bilsangiz, akam assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bozorchilar savdo qiladi-da, chota bugun bozor yaxshi bo'lmadi deydi-ku. Sizlar ham o'shanga qarab odam barib farqlaysizlar-ku. Demoqchi bo'lgan odam yaxshimi? Stabilni? Yaxshi. Chamangiz yaxshi, ha? Bozordan beri. To'g'ri bozordan beri birda behijolat akalar. Mana sizga. Urg'ochi, Golishtayn menimcha bu. Yo'qmikan? Xudo xolasa akalar, katta mollardan ham qo'ylar, qo'shqorlar ham mana kelyapti. Xudo xolasa bitta bir pashada turaylik, keyin qolganini chiqarib davom etamiz. Mana. Hozir soatimiz 6 bo'ldi akalar. Mana kichkina novvoschalar. O'tgan safar bilgan bo'lsalaring, kichkina novvoschalarimiz sal arzon bo'lib qoldi. Ya'ni kichkinalar, kattalar faqat 70 ming, 71 mingdan katta novvoslar so'rashib turadi. Aka, charchamang. Salomat bo'ling, o'zingiz bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, chek narxlari mana. Bitta o'zingiz uchun skrinshot qilib oling. Chek narxlari o'zgarmaydi hali. Aka, salomat bo'ling. Bunaqa bo'ladi akalar. Kimda Panji urg'ochi qo'ylar bo'lsa, bitta aka bor, tanish 200 ta sotib olaman degan. Если что, meni nomerimga telefon qilinglar yoki Telegramdan yozinglar 95lik kodi bilan 940 45 44 ga. Nomerlarni beraman, gaplashalasizlar o'zlaring. 200 ta olaman deganlar. Aka, birinchi tushdingiz. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi, nech pul? Aka, 10,5. Hammasi 10,5. Yashang, 25 dan sal balandroq. Qo'sh qolshalarmi? Barakasini bersin aka. Zo'r bo'pti. 4 tasi birda. Rahmat. Xudo xolasa boshladik. Jizzax chorva. Boshladik akalar. Bitta o'chiramizda qolganini davom etamiz. Silosni uriladigan joyiga kelganmiz akalar. Birinchi qo'l egalaridan manzillari Jizzax Paxtakor bo'ladi. M39 beton kanyoni. Xabarlaring bo'lsa, o'tgan yil ham akani videosini qo'yganmiz. Mana sizga. Silosni ko'ring. Ko'ryapsiz, Makkaga hali doni bilan turibman. Doni ham hali suv salgina qotgan-ku, mana yumshoqqina lekin hali. Unaqa jaq qotib ketmagan. Hammasida bir xil. Bitta ham akam aytibdilar, ukajon, sutasini olmaganmiz dedilar. Mana bu YouTube'ga video qilganmiz, mana shuning uchun mana bu yerlarni ochib tashlaganmiz. O'rnish joylarda ham mana videoni ko'rib turasizlar. Hijolat akalar ko'rsatamiz. Doni zo'r mana. Yashang, umumiy maydonlari 20 gektar. 20 gektarga ekilgan xuddi shunaqa silosimiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlari pastda bo'ladi, akaga aloqa qilib qo'yasizlar. Mana kombaynimiz hali urib yuribdi mana. Ko'rinda? Aka, nima bo'ladi, nech puldan bo'ladi? Hali qoplayotgandan kurs so'ramiz, bitta ozroqgina baribir. Narxlarini ayting. Bir qopida nech kilo bo'ladi? 20 kiloli, standart 20 kilo. Qopida 20 kilo standart bo'lar ekan akalar. Narxi 17 ming so'm. 17 ming so'm. Dastavkasi bormi yo'qmi Mabodoga? Dastavkasi yo'q. Dastavka yo'q. Dastavkaga lekin yaqingina betonka M39 yo'lida. 20 kiloli. 20 kiloli emas bu. Rasmno yo'qmi? Yo'q, rasmno yo'q. Rasm kelishilgan holatda bo'lsa kerak. Yo'q, rasmnomiz yo'q ekan. Summasi kelsa qilsak bo'ladi. Summasini kelishsalar, rasmni ham olsalar bo'ladi. Bo'ldi, zapsimiz ketdi. Zapsimiz ketdi akalar, qo'shqorlardan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Voy aka, yaxshimisiz? Oldingizmi uni? Endi sotilyaptimi? Oldingizmi sotilyapti? Nima so'rashdi bozor? So'rayapti. Baroda bu. Quloqini qaranglar. Birinchi marta ko'raman. Temir quloq deysizmi? Temir quloq. Chimron quloq. Nech pul deyapsiz? 22 million ekan. 22 million, 11 million tishchi. Shuni bilmayman. Tishini bilmayman.
Manga quloqchasi yo'q. Egalar tishini bilmaymiz deb boshladi. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Jizzax chorva. Jizzax chorva. Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimi? Charchamadingizmi? Nima so'rashdi buni? 78 bir joyda. Tishi nima bulardi? Ishi akalar 78 dan qo'shqorlarimiz mana sizga. Amma aka barakasini bersin. Salomat bo'ling. Buni qarang. Assalomu alaykum. Bo'ldi va. Ha, bo'ldi, muammo yo'q. Boy aka, nima bo'libdi bu yerda? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Qachamazingiz uzran? Nech puldan? Kelishgan joyi bu. Endi baribir urug'liga tishi nimani biladi? Cho'riga chiqdi. Barakasini bersin aka. Qayerdiki aka? Qayerdiki? Ravotniki. Jizzax, Ravotdagi. Jizzax chorvada chiqadi. Mana sizga yana qo'shqorlarimiz. Bu o'tgan safar ham ko'rsatganmiz akanim. Boy aka anaqadan Usmatniki, Jizzax Usmatli akalarniki bo'ladi. Urug'liga ko'proq sotishadi Hisori. Akam assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Telefon qilishyaptimi? Ha, bo'lyapti. Sotdingizmi xudo xolasa? Bizga hech narsa kerak emas. Sotganmisiz bo'ldi, duo qo'ysangiz bo'ldi bitta. Ming. Nima bo'ldi? Nechta qoldi? Shu pani 5 tada o'zi. Tushundim. Uyda ham bor dedingiz-da? Ha, uyda ham bor. Ketdimi uydalar? Ha, uydalar ketyapti. Yashang. Nech pul bilan nima qildi bozor? 17 dan deb 3 tasini 13 dan so'rayapti. Bu ishchakdi. Aha, 13 dan sheri so'rashyapti. Bermadingiz. Yo'q. Ishdan ham o'tgani bormi? Bor, mana bu panj. Panjaga o'tdi bu. Mana panja. Panjaga o'tdi. Bu panja, unisi cho'g'ri. Barakasini bersin. Zo. Nomeringizni qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 97lik 130 0073. Telefon qilishadi bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Tomon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Dinlemeyorlardı ustoz. Dinlemeyin ustozlar. Charchamang. Assalomu alaykum. Akam, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. So'rashdimi? Uyda qilishdi 12 dan. Uyda 12 dan qilishdi yo'q. Rahmat amaki. O'zingiz sherdami? O'zingiz tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Barakangiz bersin, charchamang. 12 dan uyda yo'q edi. Tishi nima bunaqa? Endi qo'zidan sheyga o'tdi. Qo'zidan shekka o'tdi endi. Nima qildi bozor? Bozorga So'ramadim hali. 15 deb turibdi. 15 deb turibsiz. Bozor qaranglar, bozor hech kim hali so'ramadi deyapti. Uyda 12 dan so'rashgan, eshitdingiz gapni. Bozorda hozir bular 15 so'rab turibdi. Barakasini beraversin. Aka, barakasini bersin. Yo'q, YouTube'ga chiqadi bu aka. Mana bu meni sotildi. Rais bova, nech pul rais bova? Rais bova. Nech pul aka? May. Aytishmadi. Barakasini bersin. Aka nech pul? Aka nech pulni oldingiz? 13,5 million bo'ldi aka. Barakasini bersin. Ikkalasi bir joydan 13,5. Ikkita qo'zi. Bo'laverasizlar. Bo'laverasizlar, xudo xolasa. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Qancha? 12. Bir joyda 6 dan. Tishi nima? Ishimi? O'zimi hali. Ishlari ishi aka. Cho'riga o'tdimi? Voy, cho'riga o'tdi. Barakasini bersin. 6 dan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Narx qancha qildi aka? 9. Bermadingiz. Tishi nima? Panja cho'rimi? Tishi cho'ri. Uzun qo'y deymiz-ku shunaqasidan. Barakasini bersin. Buni boya so'raganmiz. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Tinchmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, tinch. Yo'q, serios qo'yib yubordik-ku. Ha, to'rtta bechasi menga telefon qildi, o'zidan so'rang dedim. Charchaymang, bu yana bitta videosi bor, qo'yib yuborishimiz kerak. Ha, aytgancha akalar, serios qiziq bo'lsa, seriosni ham reklamasini orada qo'yib ketamiz, rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Aka, charchamadingiz? Mayli, joningiz sotib olmadingizmi? Sotilyaptimi? Sotiladi. Jizzax, Zominda akalar qo'chqorlari. Ya, endi kelishligingdan uni 10 million deb turmaydi. Nima qildi? Bozor qilganini ayting avval.
Bozor 8,5 dan qilyapti. Ha, ana endi 8,5 dan qilganda odamlar 10 milliondan olmaydi-da. Ha, 9,5 bo'lsa berib beramiz. u endi sizni xohishingiz 10 milliondan. Endi olayotgan odam bari sal anaqa qiladi. Tishlardimi buni akam? Ishak. Ishi. Hammasimi? Dushanbadan kelyapti qo'y. Tojikiston Dushanbeni qo'ylar akalar. Sizlar Tojikistonda 6 million olsa bo'lar ekanda bularda. Quloqlari 22. Quloqlari 22. O, o'lchanganmi aka? 22. Aha. Buni simjun, Chotaka. junlarini ham qarang. Chot aka 22 ga tortmayapti lekin. Ana, hozirroqana kelishdi inson hozir 10 ga tushasiz. Mana bitta bunchakina mana unda qara qilib ayting. Akam, charchamang. Nima bo'ladi akam? Nechta bor uyda? Uyda 200 ta bor. Realni. Realmi? Uyda akalar 200 ta bor ekan. Ko'ringlar, qiziqqanlar. O'sha gap. Bu yerda bozordagi savdo aytilaveradi. Uyda ustida turib, o'zingiz yo'q ushlab ko'rib yoki telefonda ko'rib gaplashaverasizlar. Beg'ijlar. Bir gapda hech kim mendan xafa bo'lmasin, misol hech kim misol menga yoki men men bularga manga o'tib bo'lgan joyi yo'q. Shunchaki hangama uchun aytib ekan. Akalar bozorda shunaqa hech kimdan uyalmaydi, hech kimdan xafa bo'lmaydi. 10 milliondan oladimi? Sizga 5 milliondan to'g'ri kelyaptimi? So'rab ko'ring 5 milliondan. To'g'ri kelsa beradi, to'g'ri kelmasa ishingni qilib qo'yadi, boshqa ish qilaverasizlar. Ko'ringlar, qiziqqanlar, gaplashaverasizlar. Aka, bir gap, faqat bitta oldindan aytib qo'yaman. Bizdan so'rab telefon qilishsa, sotilsa, nimadir o'tib berasiz-ku, o'sha, короче, bizga ham chiqarib berasizlar pul. Men ochiq oydan aytaman. Lekin bitta narsa, o'sha menga chiqarib bergan pulingizni, aka, menga chiqaradigan haqqimni o'sha olgan odamga berasiz. Men roziman o'sha odamga. Rozimisiz? Ayting nomer. 94 349 0087. Akmal Cho'pon Telefon qilinglar. Akmal Cho'pon, Jizzax, Zomin. 500. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling. Ana sizga. Egalar akam buni. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Charchamadingiz? Nechta bor? 7 ta. Yashang. Panjami qo'ylar bari? Bari panji. Aha, nech pul qildi? 3 ta sotadi faqat 10 millionni qo'ygan turibdi. Uchtasini so'rashdi, qolgani shunday turibdi. 10 milliondan. Shunisi qo'chqorlarimiz. Endi bari bilasiz, zotga bo'ladi bular. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling. Barakasini bersin. Ha, aytgancha akalar, boya videoni boshida ham aytganmiz, endi yana bir marta eslatamiz. Savol qo'ylardan bo'lsa, oladigan odamlar bor 200 ta. Qiziqqanlar, telefon nomerim bor 95 940 45 44 telefon qilib yoki Telegramda yozinglar. Xudo xolasa klient olib beramiz. 200 taga naqdga odam bor. Nima so'rashdi? Aka bulan bilmayman, chakkada olindi. Nech pulga? 7 million so'm. 7 million so'm. Tishi nima ekan uni? Tishi cho'ri. Cho'ri, yashang. Bular kimdan bulari? Bular bilmayman, aka men aytdim hozir qirg'izda. Bo'ldi. Salomat bo'ling, charchamang. Barakasini bersin. Bulardan xabaringiz yo'qmi kimnikidanligi? Yo'q aka. Buni egasi kim ekan akalar? Assalomu alaykum. Akam, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nechta bor aka? 13 ta. 13 ta. Siz shunaqa o'tib ketdingizmi deyman-da. U aytdim-ku 100 taqdim. 100 mayda oqsut deyapsizmi? To'ntuz deyapsiz. Bormayapti-ku. Ko'ryapsiz-ku, bormayapti hech kim bormayapti. Shunday. Endi aka, odamlarda ham pul tortilib qoldi. Shu bozorga ketsam, bozordan arzonroq olsam deyishibdi hamma. Endi aka, to'g'risi, uyda sotsangiz, oyog'ingiz tirab turadi ko'plar. Ya deyman-da, endi umuman o'zim xabaringiz bor-ku. Bozorda bo'lsa, unisi masalan bunisidan oladi, shuning uchun sal arzonroq beradi deb sal arzonroq beraveradi. Xo'p, nechta bor aka bu yerda? 13 ta. 13 ta. Aha. Nech pul nima? 9 million kam bor deyapmiz. 9 million kam bor. Bozor nech pul so'radi? 7,5 million so'rayapti. 7,5 dan. Hozir bir joyga so'rayapti. Bermadingiz. 8 million. 8 dan bo'lsa bir joyga. Bir joyga. 7 million 840 8 millionga chiqib ketmayincha. Bo'ladimi? Beramiz, xudo xolasa beramiz. Kelishtirib beramiz, hammaga kelishtirib. Ustida gaplashamiz. Telefon qilishdimi kimdir? Bizdan nomer qoldirdik ekan-siznikini. Ha, hozir o'zi. Mana bu Usmatli akam, sotdim sandan dilla. Sotdim. Ha, sotdim ukadilla. Bizda hali odamlar bo'lguncha qiziq. Nechta bor uyda? Uyda yana 80 ta qoldi. 80 ta qoldi. 75 ta bor. 75 ta. Yarimi sotilibdi akalar, yarimi xudo xolasa bor. Ko'ringlar, qiziqqanlar, endi savol javobini o'zingiz qilasiz, ko'rib, yig'ini gaplashasizlar. Ayting nomer. 88lik 326 326 40 66. 40 66. Yesli aka telefon qilasizlar. Adres qayerda? Bobur Lenin. Jizzax Bobur Lenin. Aka?
Barakangiz bersin, salomat bo'ling. 9 million kami bor. Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Zerikmayapsizlarmi? O'zlaring uchun bozor qanday bugun? O'zingiz uchun. Qimmat, arzon? O'rtacha. O'rtacha. Moliga qarab Qo'y ham ko'p, o'larmon ham ko'p, cho'tka ham emas. Barakachi hamma qo'liga pul tushib boshladi-da. Ana O'zbekiston issiq bo'lsa bo'ldi, hamma qo'liga pul tushadi olsa. Barakasini beraversin. Assalomu alaykum. Ketadi, mozot bir yoqqa. Yo'q akajon, kattalar. Savsa ko'proq keladi. Charchamanglar aka. Salomat bo'linglar, zerikmanglar. Xo'p, rahmat. Marot aka, assalomu alaykum. Assalom. Charchamadingizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Uydagilar yaxshi? Bo'ladi. Nima gap bugun bozorda? O'zingiz uchun. Mana bu yavlatiga savdo bo'lyapti. Ana unga. Sharof aka, nechi puldan savdo? Sharof aka. O'zingiz uchun qanday bugun bozor? Banash. Bo'ladi, yaxshi. Ha, o'pishim. Olayotgan ham sotayotgan ham Ha, yaxshi. o'pishim zo'r. Savdo zo'r. Barakasini bersin, barakasini bersin. Qarochi 200 ta sog'liqqa klient bor. Qayerdan? Bilmayman, nomerlari bor. Yesicho. Chiqsin. Sizga beraveray. Ha, chiqsin. Bo'ldi. Aka, 200 taga xudo xohlasa sog'liqqa bor. Qari qo'yib bo'lsa ham bo'ladilar. Namanganmi? Bilmayman to'shdan. Namanganda bolalar. Kecha telefon qilishdi-da. Bo'ldi. Men berib beraver. Bo'ldi. Men topib beraman. Imkoniyati Bo'ldi aka. Bilmagan. Charchamang, xayrlashamiz xolos. Sog' bo'ling. charchadim. Narxini bilib ketaylik. Aka nima so'radingiz? Assalomu alaykum. 3 million 450 mingdan. 3 million 450 mingdan qo'shqo'shlar hammasi. Barakasini bersin. 3 million 450 ming qo'shqo'shlar akalar. 3 million 450. Bering, Sharof. Barakasini bersin. Yavlatiga so'raydi. Nima qilasan endi? Ichida yana olmadim dama. Bozor 7,5 Rais vochkasizdanmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Nima bo'ladi? Qo'shqorcha urg'ochi? Hammasi qo'shqor. Hammasi qo'shqor. Olindimi yo'q? Sotilyapti. Sotilyaptimi? Yashang. Nechta bor? 60 ta. 60 ta. Qanchadan qilib bermadingiz? 3 million 50 dan qildi bir joyda. Berilgan. Ya'ni ustida 50 bormi yo qancha bormi? Bozor ko'targan ko'rsa beramizda. Ha, kun ketib qolaversa, kamiga so'rasa, ko'targaniga ham beraverasiz, xudo xolasa. Shunday. Xudo xolasa sotib ketamiz. Shunaqa bo'lsin, shunaqa bo'lsin. Qayerdiki? Bu Arnasoy. Arnasoy o'sha ko'ldikimi? Ha, yashang. Arnasoy ko'ldiki. Bormi yana davomi? Xudo xolasa bor. Sotamizmi ularni ham? Mana sotamiz. Yesicho klient olib bering. Mayli. Bizga xizmat haqi kerak emas. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, olgan odamga nimadir chiqarib berarsiz. Biz shu bolaga ataganim bor edi, shu bolaga sanga beraman, o'zi rozi bo'lgan ekan deb qo'ysangiz bo'laveradi. Bo'ladimi? Nechta bor uyda? Yo'qda. Plus minus 170 ta bor hozir. Bundan bo'lak. Qo'chqorcha o'lar ham. Bir xilmi eni bo'yi? Hammasi. Mana, eni bo'yi bir xil akalar qiziqqanlar ko'ylar 3 million 50 mingdan bozorda bermoqdilar. Endi uyda bo'lsa 1-2 so'm kamiga olarsiz. Akam vaqtini ajratib, bu yerga kelib turib o'tirmaslar. Oyog'ini ustida kelishasizlar. Nomeringiz? 99 Aha. 391 77 57. Barakasini bersin aka. O'zingiz sotmang, salomat bo'ling. Mana sizga. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Xo'p, bu yerdan ko'rsatamiz. Tekinga beraman. Assalomu alaykum. Boyda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Motoqon yaxshimisiz? Ichkarigimni. Nima bo'lyapti bular? Qo'chqorchalarmi bari? 38 dan qilyapti. 38 dan. Katta eganda. Bu nima? Fevraldikimi yo dekabrskimi? Fevraldikan. Bormi yana davom? Yo'q. Bori shu. Nechta bu? 20 ta. 20 ta. Qayerdiki? Xayrot. Barakangiz bersin aka. Salomat bo'ling. Charchamang, o'zingiz his qiling. Ana sizga 38 dan. Fevraldiki. Otaxon, bularni sotib oldingizmi? Yo'q, meniki emas lekin. Bo'ldi. Barakasini bersin. O'zi sira savdoga tayyorlanyapsiz ekanda. Ha, savdo. Barakangiz bersin. Olgan qo'ydi. Assalomu alaykum. Mana chist olgan qo'ydi. Qaysi biri? Ikkitasimi? Uchalasimi? Bilan turibdi-ku. Pulni oling. Nech pul nima bular? Narxlari. 4 million 200 dan olgan sotildi. Aha, 4 million 200. Aha. Yo, sana bu deyman. Adamda pul da arayışım bacana. Assalomu alaykum. Boyda, yaxshimisiz? Shunda pul sana bağlı.
Bularchi? Bular soat. Narxini ayting bularni. Keling. Bularni men 3,5 dan qilayman. 3,5 dan qo'shib qo'shalarmi? Ha? Barakasini bersin, 3,5 dan qo'shib qo'shalar. Bloger keldi, bloger. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akam. Yaxshimisiz? Sog'lik deysiz Hujjat aka. Sizdanmi? Ha. Nechta bor? Qo'shqorlarmi bari yo sog'liqlarmi? Sog'liq. Sog'liqlar 20 ta. Aha. Sog'i ham bor, cho'risi ham bor. Aralash. Panisi ham chiqsa kerak. Bitta yarimta bor. Yarimta bor. Aha. Nech puldan nima bo'lyapti? 10 milliondan baho qo'ydik. Bozor 78 dan qildi. Ichida tuqqani bor, bonusga 20 tasiga qo'ydik. Ana bolasi ham bor. Yashang, qarang. Hozir xudo xolasa qo'yib yuborsangda o'sha bitta hisob ma'si qo'yib yuborsa qolgan qo'cha. Yo, Bo'g'oz qo'ylar. bo'g'ozmi? Ichida bitta yarim agar hali qochmagan bo'lsa, pashti baribir. Hozir akam sherdaman. Narxchi akam? Narxi 10 milliondan dedik. Bozor 78 dan so'radi. Bermadilaring. Yo'q, hali Bormi yana davomi? tag'in hal qilib turaveraylik. Bo'ldi. Boy aka nech pul so'radingiz? 7,5 milliondan bir joyga. 7,5 dan bir joyda. Barakasini bersin. 7,5 dan bir joyda. Endi undan egalari so'rab turibdi-yu, bilmadim endi. Mana bu bitta tuqqan. Barakasini bersin. Aka rahmat. Bilmadim. Endi unisi qanaqa bo'ladi? Rais boy egasi kim? Siz bilan gaplashaveramizmi? Assalomu alaykum. Akam, charchamadingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xuddi shunday aka. Tinchmisiz? Siz YouTube'da, men Instagramda Chorva Jizzaxman. O, ana aka, gap yo'q. Nechta bor aka bu yerda? Aka bu yerda 40 bitta. 40 bitta. Uyda 80 ta tubi bor, 130 ta jon. Erkagini o'zi. Hozir bu erkakmi hammasi? Hammasi erkak. Hammasi qo'chqorlar akalar. Mana. 41,5 dan yo'q. Voy, akajonim, meni qismat aytvormaydi buni. Yo'q, bo'layotganini aytyapman. 10 ta. Fevraldikimi? Ha, yanvarda 15dan boshlangan qo'zi. Yanvarda 15dan boshlangan qo'zilar. Chorva Jizzax deb taksiqcha bilan qidirsa, videolar tug'ilgandan boshlab chiqamiz. Bo'ldi. Ha, ana tug'ilib qassobga ketgancha deysizlar. Barakasini bersin. 41,5 dedingizmi? 41,5 dan 40 bittasi yo'q. 41 tanlab olishga 5 milliondan yo'q. 10 ta. O'g'ay. Odan ustida aka. Voy, onalarini emsin. Tanisiga bo'ling. 5 milliondan akalar tanlab olishga yo'q 10 tasini. Bir joyda 40 bitta, 41,5 dan yo'q. Bormi ozmoz? Xudo xolasa. Qancha qoldi arasi? Endi puli bor odam so'raydi-da, uni hozir biz so'rasa baribir bizga hech narsa demaysiz-ku, o'zingiz ham. Ana bilib turibsiz. 5000 so'rasang ham menda yo'q, baribir. Ha, o'shani aytyapman-da aka, o'shasi-da. Shunday. Barakasini bersin. Mehnatga yarashadi aka. Qaranglar, qiziqqanlar bo'lsa ko'ring. Endi bilaman, hozir narxni eshitgandan keyin bu narxga qimmat deyishingiz mumkin, lekin bular o'sha narxga seriozdan bermayapti. Kelishib olasizlar. Esicha. Uyda ham bor deyishdi, aka assalomu alaykum. Uyda ham bor deyishdi, esicha. Telefon qiling, yordam istagan bo'lsa xursand bo'lamiz. Ayting nomingiz. 93lik 060 22 28 88lik 495 291. Barakasini bersin, aka. Sog'lik, omonlik. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, rahmat aka. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Gaplashuving bola bilan. Yaxshimisiz? Charchab yursanmi? Nechta bor? Amakim bilanmi? Bu amakim bilan sanman. Gaplashamiz-ku. Nechta bor? 100 ta. Sog'liqlar. Aha. Hali qo'shmadimi? Qo'chqor qo'ysa qochadi. Qo'chqor qo'shana, o'zi tayyor. Xudo xolasa yasha. Nech puldan qildi? 5200 dan. 52 dan. Bir joydan. Tishi nima bo'ladi? Chorvar. Cho'rimi? Cho'ri tusoq akalar. Suv barakasini bersin. 5 million 200 dan yo'q. Qayerdagi qo'y? Baxmal? Baxmaldagi deydi. Zomindikimi? Zomindiki ekan. Bu bitta o'qiyapsizlarmi? Bittami? 50 TL hisoblar orasida 100 topshiki bor. Rahmat, barakasini bersin. Rais bu qarilarmi? Ha, keksa qo'ylar. Keksa qo'ylar. Nech puldan? 4,5 million. 4,5 dan. Tishi bo'lardi. Tish keksa. Eng kattasi, panjidan o'tganlar. 200 ta keladi shunaqadan. Ha, topamiz. Qayerda bu? Zomin qanada bu? Nomer ayting. 90. Aka 200 ta so'radingiz-ku, mana bizga yana bitta variant bor debdilar. Akam topamiz, mommo shu debdilar. Ko'ring, qiziqsangiz bir o'zingizdan telefon qilasiz. Ayting nomer. 93lik. 93 297 ha 292 0179 telefon qiling, tushunmasa SMS yozasiz. O'zingiz xat qiling. Salomat bo'ling, charchang. Bular nima bo'lyapti? Rais o'g'liga bilishaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
rais boss sizga kelyapman. Assalomu alaykum. Tashamading. Bularni oldidan kesib o'tishga bo'lmadi-da. Tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bardamsiz? Chori panji. Video ketyaptimi? Chori panjilar. 40 ta. Ana unga qochishga tayyormi bo'lsa bular? Qo'ylar narx tashadi shu bugun. Yaxshi bo'ldi-da. Ancha past bugun. Necha puldan qildi? 5 dan. 5 dan. Kami bor. 4600 dan bermadik. Bari tovdi qo'y. Qayerdaki? Zomin. Zomindiki. So'raylar akalar, endi o'sha gap 5 million, 4 million 600 dan realniy bozordan berilmadi. 5 million deb aytib so'rardi akam. Ko'ring, telefon qiling, eslicha nomerlarni olasiz, nomerlarni olib beraman. Telefon qilasiz. Mana bola olmoqchi. Ha, narx qiziq bo'lsa, bosaverasizlar. Ayting. 93. 291. 291 0334. 0334. Soni cheksiz. Xo'p, qarang, 46 dan bermadim deysiz. 46 dan Yaqin qoldimi? Endi ikkovini o'rtasini qilib aytmayman-da. Yaqin. Ina olayotgan odam barib sal bo'lsa ham 100 so'm bo'lsa ham arzon keladi. Donaga bermayman, optim bo'lsa gaplashamiz. Nechta optimga? Voy dod, ana sizlarga akalar bir joyda bo'lsa, barakasini bersam, takam 200 ta so'rayapti. Qarisidan. Hadisdan chiqadi. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, charchamanglar aka, rahmat. Endi mana bularni qaranglar. Assalomu alaykum aka. Sizdan gaplashaveramizmi? Charchamaysiz? Qaysi akam? Bano akammi? Ha, bo'ldi. Boy aka, assalomu alaykum. Nech puldan? 4 milliondan bari ekan. Nechta bor? 28 so'm. 40 million, 80 million jentran puli turibdi salkam. 2020 jentran puli turibdi. Aka, jentranlarga qarang. Bitta jentran oq. Minilganidan faqat 2020. Hamshadiyva. Yo'q, ozodman. Agar meni so'raganmisiz, o'tim ozod. Nechi pul aka? 4 milliondan deyapman. Bir yerga savdo bo'lgan. Ikkita, uchta so'rayapti. Qo'zi qo'shqorim bari? Qo'zi qo'shqor akalar bari mana. 4 million egalar nimasidan? Ikkita Mongoliyasi ham bor. Ha, mana bumi? Ikkita kichkina Mongoliya ham bor akalar. Qaranglar. 6 million bo'lsa berib beraman o'sha. Mongoliyani mana ikkita oqdimi? Mana ikkita oq. Dumi bor. Nimasi? Davomi? Ha, bo'ldi. Agar Mongoliyadan kerak bo'lsa akalar, 300 davomi ham bor ekan. Qaranglar, 4 milliondan egalar so'rab turibdi. Bozorda qancha qildi? 36, 38, 33. Ha, shunday ham deydi. Har xil qilyapti-da. Ikkita bitta qilyapti. Ha, bir joyda so'rashmagan. Savdo bo'lgan yo'q. Bir joyda qanchadan beraveramiz? Quyuq suyuq. 33 dan beraveramizmi? Yo'q. Qancha? Assalomu alaykum. Bir joyga 36 dan bo'lsa beraver. 36 dan bo'lsa akam shamalari shunday. Barakasini bersin aka. O'zingiz his qiling, salomat bo'ling, yaxshiliklarda ko'rishaylik. Xo'p, ana Mongoliya qizi bo'lsa nomerni olganim yaxshimidi? Mana bu yerda savdoni zo'ri biladir, shunga shoshuvdim. Uyim chekmagan. Mashinangiz yo'q-ku. Aytdingizki. Mashina ketib qoldi deysizmi? Nech puldan qildingiz? Qaysi birini so'rayapsiz? 31,5 dan olamda qo'ying. Yashang, barakasini bersin. Qayerga ketadi? Jizzaxga. Qo'chqorchalarmi bari? 31,5 dan akalar bari qo'chqor. 1-2 qo'yib olaylik. Ana sizga. Yo'q, qo'sh yana. Barakasini bersin. Nima mehnat qilding sen? 25 ta bermakda. Nima qilamiz? Bundan bari qilamiz. Rais bo'la, assalomu alaykum. O'zingni ko'rsatmayman. Nima bo'lyapti shuni hangamas 2,5 dan. Qo'yarzon bo'lib ketdi. Qo'yarzon bo'lib ketdi. Xo'p, bular qarilar menimcha. Qarilar. Vodiydan ulgurib olinglar deysizmi? Tezroq ulgurib qolinglar dedi. 2,5 milliondan. Yana bormi ekan buni davomi? Bizga bir 200 ta kerak-da shundan. 4,5 milliondan qo'yaman mana. 4,5 million bor. Rais bo'la, assalomu alaykum. Rais bo'la ham tushirib qo'ymoqda. Ana, ha, aka xudo xolasa. Charchamang. Nech pul? 25 dan. 200 ta kerak. Topsa bo'ladimi, bormi? Bu qaysi akam bilan ro'molchali akam bilanmi? Bo'ldi, hozirda. Bular savdoni qilib turaversin, ilojimiz yo'q. Hozir chunki ular bo'lsa, shuninglar bizga baqish chaqirib berishadi. Mana 31,5 dan bo'y olinganlar. Rais bu. 200 ta kerak. Qaridan. Pul ishlar. Bormi? Shira. O, ana yordamchiga, akam bormi? Qayerda adres? Keling, ularga xalaq qilmaylik. Adres qayerda? Omon keldi. Omon keldi-da. 200 ta chiqadimi? Shunaqa qarimi? Ichidan saylab oladimi? Yeri bo'ladi. Ha, nechta bo'l qaridan? 170 ta. Chiqadi, 170 ta filishmiz. Rais bu 170 ta topib qo'ydim. Nima deysiz? Bosaverasizmi? Telefon nomerlarini qoldiraman, aloqa chiqarasiz. Ayting nomer.
88 122 0084 telefon qilasiz. Bitta akam so'ragan edi. Telefon qiling aka. Agar mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz uchun atalib ikkitasini topdim. Telefon qilasiz. Barakasini bersin. Buni 2,5 dan yo'q ha. Barakasini bersin. 2,5 dan bular yo'q. Rais bu ko'ring, telefon qilasiz. Yesicho ana tashlab bersangiz, tashlab beradilar baribir. Videolarimni rasmda ko'p. Yaqin kelishaverasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Egasi kim? Yig'dayam. Sog'liqlarmi bari? Bari sog'liqlar. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? 200 ham 8 dan bo'lyapti. 200 ham 8 dan 4 tasi bir joyda. 72 dan. Tishlari? Ikkita pancha qolgan soq. Ikkita panji, qolgani soq choriq. Ana qo'shqolga qo'yildimi, qo'yilmadimi? Hali qo'yilmabdi. Barakasini bersin. Olim nima aka? Assalomu alaykum. Qo'chqorimmi? Sog'liq. Sog'liqmi? Nech pul qildingiz? 6,5. 6,5. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Boy aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nima bo'ldi bular? Olindi, sotildi? Bularni 3 milliondan qilyapman. 26 ta qari qo'ydim. 26 ta qari qo'y 3 milliondan. Bermayaptilar. Qayerdagi ekan aka? Qayerdagi? Quduq. Samarqand quduqmi? Yo'q, bu Qoldi quduq degan. Ha. Qaysi tarafda edi? G'allaroldamidi? Yo'q, O'pdi. Ha. Endi javni qayerlar bilmas ekanmiz-da. Bormi yana? Nechta? 200 ta chiqqan. Realni ham aka, olayotgan bor, haqiqatan olaydigan bor 200 ta. 200 ta nechasi chiqmaydi-da. Hozir bu yerda akalar 200 ta o'rtoq beraman, 170 ta chiqadilar-da, sotiladigan. 3 milliondan yo'q hozir. Barakasini bersin. Aka charchamang. Aka tuzcha sepayapman o'shanga. Bo'ladimi? Ketadimi? Lekin yaxshi, qo'rni yaxshilar ekan. Siz ham Instagramda ko'rar ekansiz-da? Charchamang, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat, barakangiz. Barakasini bersin. Nech puldan oldingiz? 33. Qo'shqo'shadan? Barakasini bersin. 33 dan olinganlar. Assalomu alaykum. Rais bo'y, yaxshimisiz? Egasi kim? Aka bilan gaplashamizmi? Sotilganimi bu? Keldik abi. Endi yashang. Assalomu alaykum. Ana bu qo'shqorni qaranglar. Rais bo'y, sizdan emasmi? Bozor ko'rsatasiz sizga. Bo'ldi, tezlashamiz, ketamiz. Ana shu yerda bitta akam bor. Shu akam bilan men ko'rishib ketmasam hisob emas deydi-ku. O'sha akam bilan bitta ko'rishib ketay, qolganini ko'ramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Nech puldan akam? Suroj aka bilan nech puldan? Sog'liqlar ha? 3,5 dan qari qo'y, sog'liqlar 3,5 dan kelishamiz deyapti. Barakasini bersin. Bunisi kimdan ekan akalar? Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Sog'liqlarmi bari? Charchamadingizmi? Hali qo'shmadimmi bular? Yo'q. Nech puldan? Bular 5 million 450 ming. 50 turu 5 million 450 mingdan. Savdosi. Shirimi bulardi? Soq chori. 5 million 450 mingdan yo'q, soq chori. Barakasini bersin aka. Yerda ham sog'liqlar bor. Şu akam bilan ko'rishib ketay. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bardammisiz? Savdongizga baraka bersin. Tinchmisiz? Uydagilar yaxshimi? Zerikmadingizmi? Kelyapsiz. Xudo xolasi yerda biz. Tinchmisiz axir? Savdo qanday odam? Savdo bo'ladi. Bo'ladimi? Ha. Lekin qo'yda ancha odam ko'payib qolibdi, chunki ko'plar pul tushdi-da. Ha, chunki bida sotishdi, g'alla sotishdi, g'alla olishdi, sotyapti, g'alla olgani sotyapti. Anasini ha. Tarvuz deysizmi? Tarvuz qimmatladi-ku yana? 2700, 2800 bozorda stansiyada 3000 dan beryapti kilasini. Turishi ham bor, klavi ham bor. Anga ham ketyapti-da. Qozoq chegaraga ham chiqyapti-da. Ha, shunday. O'zingiz ehtiyot qiling. Charchamang, salomat bo'ling. Boringizga shukur. Zerikmang, salomat bo'ling. Rahmat. Sotdilaringmi? Endi. Bo'lmi?
Nech puldan? Assalomu alaykum. Sotdingizmi? 6 taş kut. Nech pulga? 5,5 ming. 5,5 dan. Sog'liqlar ham bari. Tishinimi? Tusoq. Qisqa. Bir joyda nech pul? Bir joyda 5,5 ming. 5,5 dan bir joyda. Barakasini bersin. 5 qilyapti. 5 qilyapti. Sog'. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liqlar? Sog'liq. Nech puldan qildi? 21 million qilyapti. Bir joyda, to'rt joyda 20, to'rttasi birda 21 million. 5 million qanchadan tushadi-da? Ishlardimi? Ikkitasini cho'ri, ikkitasini panch. Ikkita sho'r, ikkita panch. Barakasini bersin. Xudo xohlasa qo'shishga tayyor. Qo'chib kelgan. 15 kun bo'ladi qo'chib. Bo'ldi. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, rahmat. ichiga qo'shib yuboramiz. 5 million 200. Rais bu nech puldan qildi bularda? Assalomu alaykum. Sog'liqlarmi? Sog'liqlar 46 dan so'rayapti. 46 dan. 600 dan bir joyda. Kishi Panji qo'ylar. panji qo'ylar. Chori panji 4 million 600 mingdan. Voy, bozorda shuni yana sog'liqlar rosa ko'p. Ana yerda bor, yosh-yoshlar, uni ham o'z kursdan xudo xolasa. Aka sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Nechta? 15 ta. 15 ta. Sog'liqlar bari. Sog'liq ko'payib bittan bozorda bildingizmi? Nech pul? Berilmagani. 3 milliondan qo'yadi. 3 milliondan yo'q. Tishi nima dedingiz? Keksa qo'ylar. Keksa qo'ylar. Borim davommi? Nechta? Hali 20 ta. Ha, 20 ta. Bo'ldi. Akalar yesiz yo'q, ko'ringlar. Shunaqa narx 3,5 million, ha? Barakasini bersin. Salomat bo'ling, rahmat. Ko'proqdan so'raylik baribir. Olindim bular aka? 5,5 ming sotildi. Nechta? 10 ta. Tishi? Tusoq choriq. So'q chori qo'y. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Otaxon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? 5,5 ming. Assalomu alaykum aka. Salomat bo'linglar. Rahmat aka, charchamang. 5,5 mingdan. Aka sog'liqlarmi? Nech puldan qildi? 42 dan beradi. 42 dan. Tishi? Tishi panji. Panji qo'ylar. 42 dan panji. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Sog'liqlarmi otaxon? Sog'liqlar. Olindimi, sotildimi? Sotiladi. Endi nech puldan qildi bozor? Hozir 6 milliondan. Bermadingiz. Bermadim. 6 milliondan yo'q. 9 ming. Barakasini bersin. Ichkaridan ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yerdan mana qo'ra qilishibdi. Assalomu alaykum. Egasi kim ekan bularni? Rais bova, bir minutga mumkinmi? Klient olib beraman akam. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Bo'ldi aka. Mana tushdilar. Aka qidiruvdek odamda bu. Tushdilar. Bozorda militsiyalar ko'p ishlab olar ekanmi? Nima bu akam? Bu qo'chqor bar. Qo'chqor bar nechta? 100 ta aka. 100 ta. Aha, nech puldan? 29,5 dan 33 gacha sotiladi. 29,5 dan 33 gacha. Berilmagani shunaqa narx. Yo'q, durustroqlar 33 bo'lyapti. Bundaroqlar 29,5 dan ketdi ikkita. Barakasini bersin aka. Millionning o'rtasida savdo bo'ldi. Plus minus ha? Qayerdiki? Sherligi Rashidov 8. Sharor Rashidov 8 qulub sardiki. Barakasini bersin akam. O'zingiz tut qiling. Salomat bo'ling. Rahmat. Boringizga shukr. Xo'p, videomiz ko'rinyapti. Mana 33 minut bo'libdi. Akalar ko'rinyapti. Akalar nech pul bo'lyapti ekan bular narxi? Assalomu alaykum. To'rdan to'qlichalarmi bular? To'rdan. Barakasini bersin. Yo'q, o'zlariga mumkin emas. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Charchamadingiz? Rahmat. O'zingiz yaxshi? Milliondan qilyapti. Urg'ochi erkak? Ha, 3 ta urg'ochi, 5 ta erkak. 3 ta urg'ochi, 5 ta erkak 3 milliondan. Berilmagani. Busi kimdan arqa deydi? Bu ham bizdan. Nech pul bular? 24 dan. Qo'chqorchalar. 3 ta erkak, 3 ta erkak, 5 ta urg'ochi. Bular 24 dan. Barakasini beraversin, rahmat. Buni 38. Assalomu alaykum. Aka, onalar bular urg'ochilar bari? Sog'liqlar? Nechta? 12 ta. Nech puldan qildi? 51,5. Qanchadan? 51,5. 51,5 dan. Tishchi? So'q chori panja akalar, so'q chori panja 51 dan yo'q. Onalarini emsin, sog'liqlar rosa pul bo'lyapti-ku, ha? Barakasini bersin aka. Sog'liqlar pul bo'lyapti. Bo'ldi aka, o'tiring. Buni so'radik. Akalar bular olindimi?
Sog'liqlarmi? Qo'shqorlarmi? Nech puldan? To'rdan kam bor. To'rdan kam bor. Qancha qildi bir? 34-35 qildimi? 36,5 dan. 36,5 gacha chiqdi. Barakasini bersin. Bular Fioralski ha? Ha, shu yanvardan Bo'l. Rahmat aka, charchamanglar. Bu savollar turacak shu. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Bitta shumi sizda? Bitta. Billa emasmisizlar? Yo'q, u boshqa. Qo'shqorchami? Qo'shqor. Nech pul? 2,5. Bermaganingiz ha? So'rab qol. Aha, bo'ldi. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hozir aka o'sha o'tib olaman. Amaki o'zra. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'liq yaxshimi? Qo'shqorlarmi bari? Qo'shqor. Nech puldan? Bermaganingiz. 3,5 dan qilyapti. 3,5 dan qildi. Bermadingizmi? Ko'tarib 3,500 dan qilyapti. Bermaganingiz ha? Ha. Yaxshi-ku. Yo'q, hali bo'lmchami hozir. Sal bormayapti. Biz bugun bozorlanch. Ha. Endi Bugun bozor serak endi. ko'plar sog'liq olyapti, ana qo'chqor olyapti. Barakasini beraversin. Lekin odam sal serob. Qo'y ham serob, odam ham serob. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Silos aka 850 so'mdan ekan kilogramga. Короче, yo'q, kilogramga qopiga, короче 20 kilo bo'ladi, 17 ming so'm ekan. Ozmoz o'tib beraman debdi. Nimasi? Rasipnoymi? Rasipnoy короче kelishamiz debdi. Chunki qoplatish haqqi bor, olib kelish haqqi bor. Undaqa bo'lsa ham kelishamiz deydi. Bir telefon qiling, o'zlar bilan gaplashasiz. Salomat bo'ling aka. Ozmoz qo'shsa beraveramizmi? 100 so'm qo'shsa ustiga. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka qo'shqorlarmi bular? Nech puldan qildi? 41 dan. Yo'q ha? Bular fevraldikmi? Yo'q, yanvardikmi? Yanvar Filippinz ha? Barakasini bersin. Hali qo'zida. Rahmat. Shu bir gap qilamiz endi. Bir safariga har doimgidek rozi bo'lasizlar akalar, chunki iloji yo'q. Ulgurishimiz kerak. Hali u tarafga ham bozorga o'tish kerak. Aka qo'shqorlarmi? Nech pul qildi? 43 dan bermaganingiz ha? Bular sog'liqsalarmi? Yo'q, bu ham qo'shqor. Bular nech puldan? 38 dan. Barakasini bersin. Rahmat. Angel mana shunda shagaga bitmaydi deb Aka qo'shqorlarmi bari? Assalomu alaykum. Sog'liqchalarmi? Nech puldan? Bermaganingiz? So'ramadimi? 4 milliondan kam bor deb. Barakasini bersin. Charchamang. Egalarimiz turdan kam bor deyishyapti, hali hech kim so'ramabdi. Yonda turgan akam bo'lakkan gaplar shuncha shundan kamiga yo'q deb aytdi, yo'q aka unaqa deyolmayman dedilar. Assalomu alaykum. Rais boy, yaxshimisiz? Bular urg'ochilarmi? Sizdanmi? Men bo'yakka alashtirib qo'yibman. Charchamadingizmi? Nech puldan? Bermaganingiz. Bizga narx qiziq baribir. 7 dan so'rayapti 34 dan. Ha, tayinli so'rayotgan yo'q ha bugun. Bugun tayinli so'raydigan yo'q. 34 dan dedingizmi? Barakasini bersin. Rahmat, charchamang. Rais boy, assalomu alaykum. Qo'shqo'chalarmi bular? Mana bu. Sog'liq qo'chqor. Nechtaga nechta? 9 taga 3 ta qo'chqori bor. 9 ta urg'ochi, 3 ta qo'shqo'cha. Nech pul qildi bir joyda? 28. 28 dan bermadingiz. Endi beraveramizmi? Katta bor. Barakasini bersin. Ertalab 28 dan qilgan, endi ozroqgina bor, qo'ysa beraveraman dedilar. Assalomu alaykum. Seriozmi? Ha, so'rayver. So'ramayapti hech kim. Voy, onalarini yemsin. Bozor uyildi desam ham bo'lar ekanda. Nechta qaysizdan? Mana shu yerda 7 ta bor. 7 ta. Nima urg'ochi erkak? 3 ta sog'liq, 3 ta sog'liq, qolgani qo'chqor. qo'chqorchalar. Nech pul? Shularni bilan so'radi, ertalab. Aha. Yo'q. Endichi? Endi hech kim so'ramayapti. O'sha 3,5 dan bo'lsa beraverasiz endi, indamaygina. Bir joyda hammasini. Barakasini bersin, barakasini bersin. O'zingiz xizmat qiling, charchamang. Salomat bo'ling. Nimasini? O'tdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Davlat bizni o'qitgan. Ha. Burni qonatma, yaxshi savdo qilib berdik. Aha. Bermayapti. Nech puldan akam? Qaysi biri? 3 million 50. Qo'chqorchami? Qo'chqor. Sog'liq. Bu sog'liq, bu qo'chqorcha. Ha. Barakasini bersin. 3 million 50 dan. Ha, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. O'zingiz yaxshimisiz axir? Rahmat. Videoda nima xato bor?
Yo'q, demoqchi bo'lganim videoda xatoni topsangiz, biz o'shani to'g'rilashga harakat qilamiz. Xatolik yo'q. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. O'tirib telefonda tomosha qilamiz. Rahmat. Endi bu safar o'zingiz ham ishlasiz, o'zingiz ham ko'rsatib qo'ying. Ko'rsatavering. Joningiz sog' bo'lsin. Mana yana bitta obunachilarimiz. Amaki, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ko'rsatavering, bemalol. Ko'paygan vaqtda qabul qilgan vaqtda bizga yaqinlashdi. Ha, qo'ydimi? Endi mana qarang, ko'rinyaptimi ekran? Ko'rinmayapti sizga hozir. Mana video bo'layotgan ko'rinmayapti sizga. Chunki zaryadka muammoda biz o'sha ekranni qiraq qo'yamizda, mana bunday qilib qo'yamizda. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga charchamanglar, xo'p. Sog' bo'linglar. Obunachilarimizdan. Endi 1-2 qilib olsaylik, bir vaqt akalar bo'lmay qoladi. Yarim ikkisi, bundaqa 0.5x bo'lib bo'ladi. Assalomu alaykum, xush qolsan. Hammasi? Nech puldan qildi? 3750. Kichkinalardichi? 1.5 dan. 3750, 1.5 dan. Zo'r, barakasini bersin. Rais vo kimdan ekan bular? Assalomu alaykum. Nima so'rashdi? 13,5 so'radi. 13,5. 22,5 dan. Ha, 22,5 dan. Bo'ldi. O'sha 13 dan siz hayron bo'lib o'tibman. Bo'ldi. Xush qolchalar aka? Xush qolchalar. Barakasini bersin. Aka nech pul? Nech puldan oldingiz? Assalomu alaykum. Xush qolchalarmi? Sog'liq uka. Sog'liq, 21,5. Barakasini bersin. Yo'q, Chorva, Jizzax Chorvasi chiqar. Erkak manbasi. 24dan ham bering, ertalab indamay ketdim. Nech puldan qilishdi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanchaysizlarmi? Tinchmisizlar? 22,5. Xush qolchalarmi? Ha, xush qolchami? 16dan qo'yib. 16 dan. 1,600 dan bo'lyapti. Urg'ochimi bular, erkakmi? Erkak. 20 turga 16. Shunaqa eshitdimmi? To'g'rimi? 24. Ha, 24,5. 16 so'rayapmiz. Ha, bo'ldi, so'raganlaring. Bo'ldi, barakasini bersin. Akam shuncha so'rab ketdi ham dillada. Aka, rahmat, charchamanglar. Aka, nima bo'lib ichkilarimiz? Ichkilar 12dan qilyapti, bittasi 1.5 qilyapti. Urg'och erkak, Bitta sarka to'rtta qo'chqor. bitta sarka, qolgani taka. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Mana bu yerda sog'laydiganlari bor. O'zingizdami? Voy, nima bo'pti? Assalomu alaykum. Instagramchilar. O'zing qo'rqasan. Assalomu alaykum. 4 million. Qaysi? Ular o'zi. Aha, bu sut berayotganimidi? Yashang, bolachi? Billami? Sigan, Bola sigan. 22. Ha, bunisichi? 4 million so'm. Uni qarang. Barakasini bersin. Aka oldingizmi? Oldim. Nech puldan? Uloqchalar. Erkak urg'ochi. Barakasini bersin. Aka nech pul? Assalomu alaykum. Nech puldan? 28 dan. Barakasini bersin. Qo'shqora? 28 dan qo'shqorchalar. Assalomu alaykum. O'zimizni mebel shakli. Charchamadingizmi? Nech pulda oldingiz? 12 million 800 ming. Voy, dod, barakasini bersin. Barakasini bersin. Ha, urug'liga bo'lmasa boshqa iloji yo'q-ku. Endi buni to'yga so'yaman demasangiz kerak. Uyda uralganlar ko'p-ku. Barakasini bersin aka. Rahmat. Xo'sh, nima qilamiz? Mana shu asl tugatsak ham bo'ladi. Yo, ichkidan yetib ko'rsatib. Voy akalar, kimdan? O'tiring, nima bizda bo'lasiz, o'tiring. Sizlarmi rasmi? Assalomu alaykum. Egasi kim egasi? Bo'ldi, charchamang, o'zingiz yo'qda qo'yinglar. Yo'q, egalari yo'q. Ichkilardan so'raylik, bitta ikkita ketamiz. Akalar nech puldan qildi bularni? 1 million 800 mingdan qildi. Nima, urg'ochi erkak? Urg'ochi ayol ichki. Hammasi yakka. Hammasi yakka. Yashang. Qochganmikan mabodoga? Hali qochganicha yo'q. Uloqchalarni sotib yubordik. Uloqchalarni sotib yubordingiz. Yashang. 850 ming. 1 million qanchadan? 1 million 800 mingdan. 1 million 800 mingdan bir joyga. Barakasini bersin. Mana qarang, ana ichkida qaysar degani mana shu bo'ladi akalar, mana qarang. Umuman yurmaydi, turmaydi. Assalomu alaykum. Aka, charchamadingizmi? Tinchmisiz? Barakasini bersin aka, charchamanglar. Qaysi? Sigirganmi? O'tdim aka. Eng arzoni ko'rganim 14 million qancha ko'rdim ona bola. Olganini ko'rdim. Endi uni ham 18 million tutib turganmi, chiqib savdo qilib olganlar. Ha. Bugun sal baland ekan. Ha, chunki bilmayman aka, bir xil endi o'zi uchun arzon deydi. Kim uchun qanday bozor? Barakasini beraversin. Aka, charchamang, salomat bo'ling.
Aka nechi puldan qildi ichkini? Assalomu alaykum. Akami bu? Nechi pul qildi? 23 qildi. Bermadingiz. Aka 23 ga yo'q. Aka nechi pul so'radi bularni? Akam hammasi urg'ochi ham bormi? Ina bola bu. 2,5 ga ina bola. Ularchi? 14 dan yakka. Barakasini bersin. Otaxon nechi puldan qildi bularni? Assalomu alaykum. Yotibdi. Bermaganingiz ayting. 1 million 500 dan. 1 million 500 ming. Bu urg'ochilarmi? Urg'ochi. Urg'ochilar. Yosh. Barakasini bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, bardamisiz? Tinchmisiz? Uydagilar yaxshimi? Xizmatlardan charchamaysizmi? Rahmat. Xudo xohlasa biz. Xudo xohlasa. Charchamang. Aloqchalar nechi pul akam? 950 dan bir joy. Urg'ochi erkak. 4 ta urg'ochisi bor. 4 ta erkak qolgan, 4 ta urg'ochi qolgan erkak. 950 mingdan. Okajonim nechi pul? 2 million deb qildi, 2 million 2,5 deb. 2,5 debsan. Bu erkak urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi. Ha, anosimi sut berayotgandanmi? Ha, barakasini bersin. 2 million 2,5. Assalomu alaykum. Sog'lasiz aka, ahvollari. Nima bo'ldi akam? Voy eskilar yeklar 8 dan 16 bo'lyapti aka. Ha, 800 1 million 600. 1 million 600. Urg'ochimi? Bir erkak bir o'g'il. Bir erkak bir urg'ochi. Bunisi akam? 2,5 qiladi. 2,5 bir joyda. Ona bo'lamasa? Yo'q. Bo'ldi. Barakasini bersin. Bunisi akam? Charchamadingiz nechi pul akam? 1 million 50 so'ra. 1 million 50 urg'ochi. Erkak. Barakasini bersin. Shu bolaning yuzini ham olib. Ya, o'zlariga mumkin. Salomat bo'ling aka, charchamang, ho, salomat bo'linglar. Xo'sh, menimcha asl tugasa bo'ladi. To'g'ri yerdan video olayotgan joylarimiz bor hali. Aka nima bo'ldi nechi puldan? Oldingizmi? 6 million 2 o'g'il bir joyda. Oldingiz. Sotilyaptimi? 6 million. Qo'shqochami? Bir erkak bir urg'ochi. Barakasini bersin. 3 milliondan tushadi plus minus. Aka nechi pulga olindi? 20 bo'lyapti. Yakka o'zi. Barakasini bersin. 20 million yakka o'zi. Ona bolani odamlar 14 millionga olyapti. Endi bilaman, mol bilan molning farqi bor. Hech kim ishini demoqchi emasman. Shunchaki. Aka bu bo'g'azmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Siznikimi? Nechi pul? 5 million. Oldingiz. Barakasini bersin. Sog'lik, ha? Barakasini bersin, rahmat. Bu boya olingani. Xo'sh, nima qilamiz akalar? Ketamiz. Mana narxini bilaylik bo'ldi. Salomat bo'linglar. Like-chani bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Ilojimiz yo'q. Ham bu yerda ham yoqqa o'lgurishimiz kerak, shuning uchun rozi bo'lasizlar. Aka nechi pul? 32 ga. Qo'shqorcha? 32 dan ikkita qo'shqorcha. Barakasini bersin. Yakshanba, seshanba kelaverasizlar, seshanba kuni mutlaqo bepul. Salomat bo'linglar.